Dunyoni zabt etgan Iskandar Zulqarnaynni samarqandlik qizga oshiq bo'lganini bilarmidingiz? Aleksandr Makedonskiy So'g'dga kelganida bir qal'ani egallaydi. Asrlar orasida esa Rakshana ismli qiz bor edi. Tarixchilarning yozishicha, Aleksandr uni birinchi ko'rishdayoq sevib qolgan. Hatto askarlari ham u Osiyodagi eng go'zal ayol deb aytishgan. Raksana oddiy qiz emas edi. U Baktriya hokimining qizi edi. Keyinchalik Aleksandr unga uylanadi. Bu nikohdan so'ng So'g'd zodagonlari Aleksandrga boshqacha qaray boshlaydi. Ammo bu sevgi uzoq davom etmadi. Aleksandr vafot etgan paytda Raksana homilador edi. Oradan bir necha yil o'tib, taxt uchun kurashlar boshlanadi. Natijada Raksana va uning yosh o'g'li yashirin ravishda qatl etiladi. Shunday qilib, dunyoni zabt etgan hukmdorning eng buyuk sevgisi fojia bilan yakun topadi.